Мен ajoyib huzur halovatda, xo'shal xo'ram kun kechirayotgan bir chaqda, ko'nglimda yana boshqa shaharlarga safar qilib, sayohat qilish havasi paydo bo'ldi. Yiroq yerlarga, dengiz yoqilariga safar qilib, boyliq oshirib qaytish o'yiga tushdim. Shunga ko'p qism pullarimga har xil raq va lozimliq narsalardan oldim. Ularni tay qilib tengib, dengiz bo'yiga opadim. Cho'ng kemiga kira qildim. Uning yelkanlari esil raqtlardan qilingan. Odamlari botur, asbob jabduqlari sarxil edi. Kemida oshliq, yemak-ichmaklar to'liq bor ekan. Bir necha savdogar bilan o'rin ko'pa, yuklarimni kemiga selib, yo'lga chiqdik. Maqsad shamili bizni uchirdi. Safarimiz o'ngishli bo'ldi. Bir dengizdan yana biriga, bir oroldan yana bir orolga o'tib, to'xtamay mengayverdik. Safar davomida biz besib o'tgan mamlakatlarda qirg'oqqa chiqib, shu yerdagi savdogar va amaldorlar bilan aloqalashdik. Sotadiganni setib, oladiganni elib, almashtiradiganlarni almashtirib, tijoratimizni o'z yo'lida o'rindab ketaveratdik. Bir kuni nihoyat chiroyliq, yop-yeshil bir orolga yetib keldik. Orolning daraxtlari qo'yuq, meva-chevalari hisobsiz. Sular süp-süzük eqib turgan. Har xil qushlar xush ovozda sayrab turgan ekan. Kemichi kemini qirg'oqqa tatdi. Hammamiz orolga chiqdik. Biz bu katta bezalgan manzarlarni toza tomosha qildik. Menmo oziq tuligimdan elib, kemidan qirg'oqqa chiqib, bir buloqning bo'yidagi xushhavoliq joyda o'ltirib, atrofning qush manzarasini tomosha qilg'ach, tomoq yeyishga boshladim. Qo'sqim to'ygandan keyin sab havodan ko'nglim yayrab, ko'zimni uyqu bosdi. G'urg'ur shamoldan rohatlanib uxlab ketibdiman. Bir hazodan keyin uyg'onib qarasam, atrofimda hech kim yo'q. Yo kema, yo kemichi, yo savdogarlardanmi asar yo'q. Beshimga tog' yiqilgandek gangrab, yuragim yerilgudek bo'ldi. Mol dunyo, yemak-ichmak ozuqlarimni qoldirmay, meni bu odamsiz orolga yolg'iz tashlab qo'yib ketib qatdi. Bu orolda mendan boshqa hech kim qolmabdi. Mingam elishib, ko'zim qorong'ulashib, umidim uzilib, o'yla meni yig'i tutdi. Hasrat nadomat chekib, sarangdek har tarafga yugurib qaraydim. Bir joyda birdam jim turolmay, quti ko'ygan to'xodek sarosimi ilkida atrofga nazar tashlaydim. Oxir egiz bir daraxtning ustiga chiqib, yiroqqa ko'z yugurtib, sinchilab qaradim. Daraxtzorliqdan boshqa hech narsa ko'rinmadi. Bir chog'da orolning chetidirak bir yerda oq bir narsaning iznasi ko'rindi. Darhol daraxtdan tushib, ashu tarafga yugurdim. Berib qarasam, do'p-tugilak, yo'g'on, dumkumtirilgan cho'ng qozondek bir narsa ekan. Uning cho'risini aylanib chiqdim. Lekin hech yerida eshik yo'q ekan. Charchab ketgachga meni uyqu besib atadi. U narsaga qancha yomishib boqqan bo'lsam-mu chiqolmadim. Atrofini qadamlab o'lchab ko'rsam, uning cho'nglig'i 50 qadam keladi ekan. Bir amal qilib ichiga kirib boqay degan xiyolga keldim. Lekin iloj bo'lmadi. Birdalla kun o'ltirib, qorong'u tushgandek bo'ldi. Beshimni ko'tarib osmonga qarasam, hayvatlik bir qush ko'rindi. Bu qush shu qadar yo'g'on ekanki, aslida uning soyasidan oftob tutilib, atrof qorong'ulashgan ekan. Men bu holatni ko'rib, nihoyat qo'rqdim va tashvishga tushdim. Shu chaqda mendan burun safar qilganlarning menga so'zlab bergan bir hikoyasi esimga tushdi. Sayohatchilar va musofirlardan anglagan hikoyalardan qaraganda, ilgirki zamonlarda ba'zi orol jazirlarda nihoyat yo'g'on bir qush bo'lgan ekan. Uni ruh deb ataydi ekan.
bu qush bolalarni til bilan boqadigan degan gapni anglagan edim. Qarasam bu oq narsa ashu cho'ng qushning tuxumi ekan. Shu chaqda qush asta-asta pastlab yerga qo'ndida tuxumni bostirib yotdi. Men shu an yaktikimni yirtib, arg'amchi qilib ashdim. Bir uchini belimga bog'lab, yana bir uchini qushning putiga bog'ladim. Agar bu qush qo'zg'alib ushsa, meni havoga ko'tarib chiqadi. Shu chora bilan o'z yurtimga yetib olaman. Bu yerda o'ltirganimdan boshqa joyga uchib borganim tuzuk deb o'yladim. Shu kechasi qush qo'zg'alib qolsa g'aflatda qolmay deb kechini uxlamay o'tkazdim. Tong yo'rishi bilan qush tuxumning ustidan qopdi-da, bir qishqiribla havoga ko'tarildi. Menmi billa ko'tarildim. Qush bargan siri yuqurlab, uning beshi osmonga taqishidigandek egizlab ketdi. Bir hazodan keyin asta-asta tövallab bir egizlikka qo'ndi. Men darhol belimdan arg'amchini yeshib, o'zimni bir chetga elishga oldirdim. Shunda qilib, men uning ko'rib kelishidan qo'rqqan edim. Ta'limga u meni ko'may qoldi. Chunki bir chetda qarab tursam, qush bir narsaga changal solgandek qildi. Diqqat bilan zansilib qarasam, nihoyatda cho'ng bir yilon ekan. Yilonning g'oyat yo'g'onligiga hayron qoldim. Cho'ng qushdan qutulgandan keyin egizlikda u yoq bu yoqqa yurib, oxir bir jilg'ining ichiga qarab mangdim. Bu yerda yilonlar bor ekan. Jilg'ining ikki tarafi odam chiqolmog'idek darajada egiz ekan. O'z-o'zimga Kashki ashu orolda turavergan bo'lsammi bo'pti-ekan. U yerda hech bo'lmasa, men yeydigan oziqlik bilan suv botdi. Bu qaqasliqda yo meva, yo suv, yo dal-daraxt yo'q ekan. Bir kulfatdan qutulib, bir mehnatga tutildim dedim. Amal qancha? O'z ko'nglimni o'zim tindirib, jilg'ida yo'l izlab mangdim. Ko'nglimda yilonlardan andishi qilatdim. Men bu jilg'idagi toshlarning to'lisining olmos ekanligini bildim. Yilonlar xuddi xurma daraxiga o'xshash ko'pkan. Eng cho'nglari hatto pillarni yutib yetalaydi ekan. Yilonlar heliqi yo'g'on qushdan qo'rqib, kunduzi yoshirinib, kechasi sirtqa chiqadi ekan. Qushning odati har kuni bu yerga kelib, yilonlarni tutib, parcha-parcha qilib tashlab etishgan. Buning sababini hech kim bilmaydi ekan. Men yilonlardan qo'rqib, yotadigan joy izlab ketayotsam, tog'da bir o'nkir ko'rindi. Uning to'shkidan ichiga tushib, har nima bo'lsa-mu, bu yerga kelib xotirjam bo'ldim. Tong otsa, bu yerdan chiqib yo'limga mangarman deb o'yladim. Orqamga burilib qarasam, o'nkirning to'rida yo'g'on bir yilon tugilib, tuxum besib yetibdi. Yuragim qibidan chiqib ketgili tasli qoldi. Butun a'zoyimni titrak bosdi. Beshimga yana biror balo qazo tushgan o'xshaydi deb noliqib chiqdim. Tong otganda o'nkirning to'shikiga qashalab qo'ygan toshni elib etib, sirtqa chiqdim. Lekin o'lim vahimasidan behush edim. Jilg'ida oldi keynimga qarab, ehtiyot bilan ketib etib, bir chetda yotgan topni ko'rdim. Lekin bu yer hech kimning qadami yetmaydigan joy edi. Men burun savdogar va sayohatchilardan olmos teg'ida nihoyat zo'r xatarlar bo'ladi ekan. Shunga u yerga hech kim bora olmaydi ekan. Agar birarisi olmos teg'iga bormoqchi bo'lsa, biror qo'yni so'yib, terisini tashlab etib, go'shini egiz tog'dan jilg'iga tashlasa, go'shga olmos parchalari chaplashidi ekan. Shu chaqda burkut va sumurg'lar kelib, o'lik topni elib havoga ko'tarildi ekan. Egizlikda turgan savdogarlar hoy-hoy deyishib, qushlarni o'rkitsa, ular topni tog' ustiga tashlab qo'yib qochidi ekan. Ondan kishilar
tapqı chaplashib qolgan almaslarni terib elib, go'shini qushqa tashlab berib, almaslarni shaharlarga opirib sotadigan degan gaplarni anglagandim. Tapni ko'rib, heliqi gaplar esimga tushdi. Shuning bilan tapning yeniga bordim. Degandek, uningga almas parchalari chaplashib qapti. Men almaslarni bir-birlab terib, qurbimning yetishicha oldim. Chapan ko'nglaklarimga chegib, tayyor qildim. Darhol arg'amcham bilan tapni ustimga tengib yetib oldim. Shu asnoda bir qora qush kelib, tap bilan meni elibla havoga ko'tarildi. U egiz tog' beshiga chiqib, bir joyga qo'nib, tapni yirtib yemoqchi bo'layotganda, tuyuqsiz tog' orqasidan dahshatli bir ovoz anglandi. Aslida bir odam qora qushning oldiga yugurib kelayotgan ekan. Qora qush bu ovozdan o'rkib ketib, shu an osmonga qarab uçdi. Men qutulganimga xushal bo'lib, tapdan o'zimni bo'shtib, a'zoyi badanim qon yo'qi holda turatdim. Qora qushni o'rkitgan olmos savdogari tog' orqasidan chiqib keldi. Men qo'rqinimdan gap qilolmay bir chetda qarab turdim. Savdogar tapning yeniga berib, uningdan olmos parchalarini oqtirishga boshladi. Bir talma olmosning yo'qligini ko'rgan savdogar shu an alamdan o'rtinib, qo'llarini uvlab, "Voy bu qandoq gap? Olmoslar nega ketdi?" deb vaqirdi. Men uning oldiga kelgandim. U meni ko'rib, "Sen kim o amdi? Bu yerga nimaga kelding?" deb g'azablanib so'radi. Men uningga, "Qo'rqma, men eski odam emas. Ilgari savdogarchilik qilatdim. Bu yerga qandoq kelib qolganligimni anglasang, hayron qolgudek hikoyalarim bor. Beshimdan o'tgan ajoyib tarix, balo qazolarga uchirgan echinishlik sarguzashtalarim bor. G'am qilma, menda yetgudek olmosmi bor. Men sana qanoat qilgudek miqdorda beraman. Agar sen o'zing topsangmi, o'nchilik olmosga ega bo'lolmayding. Buningdan qilchi noumid bo'lma" dedim. Savdogar gaplarimni anglab xotirjam bo'ldi. Shuning bilan ikkimiz do'stona, samimiy so'zlashishga boshladik. Bizni ko'rib, jilg'idagi tap tashlagan boshqa olmos savdogarlarimi yenimizga kelib, menga salom berdi va mening omon esanligimni tabriklashdi. Men beshimdan o'tgan voqealarni ularga so'zlab berdim. Safar ishtiyoqi sababli tatgan jafolarimni, bu yerga qandoq kelib qolganligimni tafsili so'zlab chiqdim. Heliqi tap tashlagan savdogarga cho'ng olmos berib, rahmatimni bildirdim. U savdogar qattiq xushal bo'lib ketdi. Boshqa savdogarlarmi menga yaxshi so'zlar bilan tasalli berib, "Jining omon qopti. Sendan burun bu yerga kelgan har qanday odam jilg'idan tirik chiqolmay, o dunyoga ketib aram oladi" deyishdi. Xatardan omon qilib, yilonliq jilg'idan qutulib, kishilar orasiga yetishganimga cheksiz xushal bo'lib so'yindim. Savdogarlar bilan billa bir kecha aram elib uxladik. Ertasi hammamiz tog'dan tushib, yo'lga ravon bo'lmoqchi bo'ldik. Tog'da, jilg'ida yana nurg'un yilonlar botdi. Buningdan kishining teni seqiraydi. Biz mengishni davom qilaverdik. Bir hazodan keyin keng bir jiroga yetib bordik. Bu yerda nurg'un kapur daraxtlari bor ekan. Daraxtlarning cho'ngligi shunchalik ediki, har qaysisining ostida 100 kishi sagidab aram olalaydi ekan. Kimiki uning kapurini elib olishni xolasa, uning tenidan bir yana teshib qo'ysa, ashu to'shikdan kapur eqib bo'lgandan keyin daraxt asta-asta qurib, ichi kavak po'rga aylanib, o'tin bo'ladi ekan. Jirodagi kapur o'rmonligi orasida yana bir xil vahshiy hayvon bor bo'lib, kishilar uni karkidon deb ataydi ekan. U dalada yashaydi ekan. Turqi bizning yurtimizdagi kala va suv kalasiga o'xshab ketadi ekan. O'rmonliklar orasida o'tlaydi ekan.
Оның cho'ngligi kalidan yoki to'gidanmi cho'ngroq bo'ladi ekan. Beshining o'rtasida bir mo'ngizi bor bo'lib, uzunligi 10 gazdan uzunroq keladi ekan. Burun ba'zi savdogarlar va musofirlardan anglashimcha, karkidan tilni o'ltirdi-ekanda, mo'ngiziga elib ko'tirib yuradi ekan. Havo rosa qizigan chog'larda tilning ichidagi moylari erib, karkidanning ko'ziga eqib tushadi ekan. Shuning bilan karkidan qarg'u bo'lib, mangolmay daryo bo'yida amalsiz yotadi ekan. Dal shu chog'larda heliqi zo'r qush ruh bu yerga kelib, uni shikor qiladi ekanda, tilni balalarga oziq qilib, karkidonni o'zi yeydi ekan. Bu orolda yana xilma-xil yovi kala, yovi maxluqlar bor bo'lib, uning turlarini deb bo'g'ili bo'lmaydi. Shunda qilib, savdogar turadigan shaharga bordik. O yerda olmoslarimni setib pul qildim. Heliqi savdogarning maslahati bo'yicha mol ilib, boshqa shaharga yo'l oldim. Bir shahardan bir shaharga o'tib, qo'limdagi esil toshlarni setib, uning puliga mol ilib, yurtdan yurtga o'tib, xeyli nurg'un mol dunyolik bo'lib qoldim. Bepoyon cho'l jazira, shahar yezilarni besib, oxiri Basira shahariga yetib keldim. O yerda bir necha kun orom olgandan keyin oltin, tilla, olmos qatorliq mol dunyolarimni elib, Bag'dodga omon esan kelib, oila, urug' tuqqan, do'st yoralarim bilan yuz ko'rishdim. Bag'dodga qaytib kelganimda o'zim bilan xeyli ko'p olmos toshlari, qimmat baholiq mollar va obdon narsalarni olib kelgandim. Ularni qarindoshlarim, do'stlarimga sovg'a qildim. Ba'zi peqir miskin, yetim ojizlarga berdim. Yurt kattalarini quruq qoldirmadim. Shuningdan keyin obdan yasinib, esil tamoq yeb, xushbo'y sharoblarni ichib, dasturxonimga kim kelsa maqtinib, haybatli qasr, ayvon saroylarimni ko'zitib so'zlaydim. Chekkan jafo mushaqqatlarimni bayon qilatdim. Kishilar mening beshimdan o'tgan voqealarni anglab, taraf-tarafdan kelib, hayron bo'lishatdi. Hammasi xatarlardan omon esan qutulib, najot topganligimni muboraklashatdi. Vaqtning o'tishi bilan beshimdan o'tgan xilma-xil xatarlik balo-qazo va ig'ir sarguzashtalarimni butunlay unutib ketdim. Ha, birodarlar, xayr, undoq bo'lsa, sizlarga 3-chi qitimliq safarimda beshimdan o'tganlarni so'zlab beraman. Hammal Sindbad dengizchi Sindbadning ajoyib sarguzashtlaridan qattiq hayron qoldi. Lazzatli kashlik g'izo yeyilib bo'lgandan keyin dengizchi Sindbad Hammal Sindbadning oldiga yana 100 qizil oltin qo'yib, ati yana kelishga taklif qildi. Hammal bu g'amxo'rlik va xayr-saxovat uchun rahmat hashqalli aytib, uyiga qaytib, tatliq uxlabdi. Atsi atiganligi Hammal yana dengizchi Sindbadning uyiga ketdi va salom berib, o'z joyiga o'ltiribdi. Boshqa mehmonlarmi yig'ilib bo'lgan ekan. Taomlar yeyilib, sharob ichilib, hammaylar xo'shal-xo'ram o'ltirganda dengizchi Sindbad 3-chi qitimliq safarining hikoyasini boshlabdi.